Assalomu alaykum aziz ko'rarmanlar. Men hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim yangoq turmali. Bu turmalning tayyorlash usuli va asos materiallarini tunishtirib o'tmoqchiman. Asos materiallardan tuxum 3 dona, üzüm 100 gram, yangoq meg'izi 100 gram, shakar, yo'l kraxmal, qo'shimcha qizil turibda tayyorlangan gul, oshko'ki. Biz oldidan yangoq turimining yemish qiymasini tayyorlab olaylik. Yangoq meg'izni ezib, yumshoq chanaymiz. Jirik yumshoqligi mushunda bo'lsa bo'ldi. Endi buni bir qacha qilib olaylik. Biz quruq uzumni biroz to'g'ri yutaylik. Üzümni mushunda cho'nliqda o'raymiz. Biz ondan üzüm bilan yangoqqa shakar aralashtiramiz. Aralashtirib bu tatliq yemish qiyimimiz tayyor bo'ldi. Endi tuxumni bir qachiga chiqib olaylik. Ondan keyin bu tuxumga biroz yo'l kraxmal qo'shib olamiz. Ondan keyin tekshirlashtiramiz. Aralashtirib oldik. Bu qozonni quyruq mayda biroz maylaylik. Maylab tuxumni qozonning o'tirib qo'yib, tashni aylantirib poshkal chiqaramiz. Bu poshkalni chiqarib oldik. Qozonga 2 kilogram atrofida, ya'ni turmal chilashqidek may qo'yamiz. Qozonga may qo'yib oldik. May qiziqchorlikda biz bu turmalni tayyorlab olaylik. Tayyorlangan bu yemish tatlı qiymasini poshkalning orqa tarafiga silib, men mo'ynab turamiz. Ondan yo'l kraxmal suramiz. Yo'l kraxmal surishdagi maqsad turmalni chaplashtirishdan iborat. Ma ikkichini qatlaymiz, qatlab, men mushundoq turimiz. Men mushundoq yem turimiz. Turmalni turib oldik. Ya'ni qiymini poshkalning orqasiga silib, keyinni qatlab, ondan keyin yo'l kraxmalni taks surib, chiqishini menda qatlab olamiz. Qatlab qo'yib, yem turimiz. Yem turmasak, ichiga mikro olsa, yeyishni bo'lmaydi.
maymi qizib qoldi. Bu mayni 5 derece qizitimiz. Chunki bu may da qizib ketsa, bu turmalning tashqi qismi kuyib ketib, ichidagi yemishlar irmaydi. Ham pishmaydi. Sus o'tda aldırmay, sınıştırıp pişirimiz. Rengini altı rengide seriq saat pişirimiz. Bu turmel pişti. Men saqit balaylı. Hele baldoq. Kötte kelip, bunda besvetip. Biz muşunda çoğunlukta to'g'rab taksiga qo'yib yana bir nima o'xshash cho'nliqda to'g'raymiz. Buni o'tasiga qo'yamiz. Taksiga chiroyli qo'yib, bu turmani chiroyli ko'rsatish uchun osh ko'kidan bezab, qizil turibda tayyorlangan bo'lgunni qo'yaylik. Bu turmalni yuqorida ko'rsatgan bo'yicha tayyorlab iste'mol qilsangiz bo'ladi.